2024-yilning 5-aprel kunida Prezidentimizning yoshlarga yer ajratish orqali ularning daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash, shuningdek yangi yer maydonlarini o'zlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga asosan Sirdaryo viloyatidagi ishsiz yoshlarga yer ajratilib, ularning bandligini ta'minlandi. Mavzuni muxbirimiz Nigora Imomqulova davom ettiradi. Yurtimiz yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularning bandligini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish borasidagi islohotlar jarayonidan sirdaryolik yoshlar ham mamnun. Inomjon dehqon oilasida ulg'aygan, bolalikdan yer bilan tillashib kamolga yetgan yoshlardan biri. Guliston tumanining Soyabobod mahallasidagi yoshlarga yer ajratilishi uning bandligini ta'minlashga katta imkon berdi. Yosh mirishkor dehqon ajratilgan yer maydoniga Sirdaryo yerlarida tez yetiladigan qovun navlarini ekdi. O'zi bilan 2 nafar tengdoshining ham bandligini ta'minladi. 1,5 gektardan yer olganmiz yoshlarga o'zini band qilish uchun. Mana shu yerga bahorda qovun ekkan plankada. Mana hozir gullab tuyyapti hozirgi paytda. Xudo xolasa yana 1 oylarda pishib qoladi qovun. Tinimsiz mehnat, yerga berilgan mehr besamar ketgani yo'q. Hozirda yosh dehqon yuqori hosil kutmoqda. Qishloq yoshlari uchun yerdan katta boylikning o'zi yo'q. Buni bugun Guliston tumanidagi ishsiz yoshlar anglab yetmoqda. Shundanmi yer olib mehnat qilish istagidagi yosh dehqonlar safi kun sayin kengayapti. 129 ta yoshimizni o'z-o'zini band qilish uchun davlatimiz tomonidan Soyabobod mahallasiga yerlar berilgan. Hozirgi kunda 10 gektardan oshiq miqdorida bug'doy ekinlari, 10 gektar atrofida dukak ekinlar, hozirgi betda 470 sotiqdagi qovun yetishtirilyapti. Gektariga hozirgi paytda 100 milliondan 150 milliongacha daromad qilish rejalashtirilgan. Yosh fermer ilovasi orqali o'qitish, ya'ni o'zlarining bilimlarini, tushunchalarini oshirish platformasiga a'zo qilganmiz. O'sha platforma orqali o'zlariga kerak ma'lumotlar, ya'ni qaysi turdagi dorilar berilishi kerak, qaysi vaqtda berish kerak, hammasi bilan ma'lumotlari bor, tanishtirilgan. Boyovut tumanining markaz mahallasidagi yoshlar ham yerning hadisini yaxshi bilishadi. Ishsiz yoshlarga tuman hokimligi zaxirasidagi yerlarning berilishi mahalladagi yosh dehqonlarni mamnun etdi. Mana hozir yoshlarimiz 90 bosli ekinlaridan keyin mana shunday tarvuz, qovun ekib turib, o'zlarining doimiy daromadlarini olyapti. Masalan, mana yer olgan yoshlarimizga qiziqib, hozirgi kunda dehqonchilik bilan shug'ullanishga qiziqishi bo'lgan yoshlarimiz yana ham oshib boryapti. Mana hozir 90 bosni ekib turib 50 sotiqdan 30-40 million daromad, tarvuzdan ham daromad ko'rishni rejalashtirib, mana shunday dehqonchiliklar bilan shug'ullanib, maqsad sari intilyapti. Migratsiya qatga yosh edim, ishsiz edim va yoshlar yetakchisiga murojaat qilgandim ish bo'yicha. Shunda yoshlar yetakchimiz bizga auksion platformasi orqali 50 sotiq yer ajratib berdi. Bu yer orqali ismaloq ekdim va ismaloqdan 40 million daromad ko'rdim. Shundan keyin hozirgi kunda mana 50 sotiqqa yana ikkinchi ekin qilib tarvuz ekdik. Xudo xohlasa mana tarvuzdan ham yaxshi daromad olish niyatidamiz. Yoshlarning bandligini ta'minlashga qaratilayotgan e'tibor natijasida bugun qishloq yoshlari xorijda sarson bo'lib ish izlab yurmasdan o'z vatanida, oilasi bag'rida mehnat qilyapti. Eng muhimi daromadi yaxshi. Xullas, Sirdaryoning boshqa hududlaridagi yer bilan tillasha oladigan yoshlar ham yerdan shu tarzda samarali foydalanadi.